Gürlen kamilizmga o'rnatib berdik. Ahimma bayağı 3 etajli kuxonli mebelimiz. Akril materialdan tayyorlandı. Alüminyum sheet, soft, dağal timidon. Qo'limizni qamidi. Ochkalarni ham yaxshisidan qo'yib berganmiz. Chetlarına puxalari bosilgan. Oyoqlarni ham bostirib berganmiz. Kafellarni rossiyskiy laminatdan qo'yilgan. Yerlarni o'zini qo'shgan pluntuslari bilan beklab berganmiz. Stoli Iran stol qo'yilgan. Iran stol lakronli bo'ladi, yaltirab turadi, pichoqning izi tushmaydi bunga. Ichi MDF bo'ladi, shishib ketmaydi. Bu yerni shkaf qilib berganmiz. Polkali qilib. Keyin gaz balon joylari. 3 etaj variantda ishlab berdik. Kuxonimizning jami puli 8 200 ming so'm bo'ldi.